O'zingizni ehtiyot qiling. Sog'lom ovqatlanish. Organizmga kerakli bo'lgan oziq moddalarni me'yorida va muvozanatli qabul qilishdir. Bu yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet, o'pkani surunkali kasalligi, bronxal astma va rak kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Ovqatlar turli tuman bo'lishi, 5 mahal ovqatlanish, ovqatlar turib qolmasligi, ko'p yeb yubormaslik, meva, sabzavot, ko'katlar, meva sabzavot kuniga 400-500 gram, donli mahsulotlar, qora non, so'li, grechka, jo'xori, go'sht, tuxum, baliq, dukkaklilar va sut mahsulotlari, o'simlik yog'lari, yong'oq yog'lari, baliq yog'lari, yog'da qovurilgan mahsulotlarni iste'molini kamaytirish, tuz, shakar me'yorida qabul qilish yoki kamaytirish.